O'rdaklar, g'ozlar. Yomg'ir yog'ayapti. Daraxtlar tokdi, uzumdi. Shuttirish uyga qarab ketgan. Qaranglar, kesib tashlamagan. Даже shuni ham kesib tashlamagan. Shu ham saqlab qo'ygan. Daraxtlar aytmasa ham bo'ladi. Daraxtlar, nimalar, ko'chatlar uzun tomga qarab o'sadiganlar umuman kesmasa kerak. Daraxtlar juda ham ko'p ekanda. Saqlab qolganini ham qaranglar buni daraxtlarni. Zanalar ham chiroyli. Mana ham dom bo'lsa kerak-da bu. Hamma joylar. Xullas, har bitta narsani shu anaqa qilib qolganda, mana shu nima deydi, mana shu daraxt, nimalar bo'lsa, mana o't o'lan. Xullas bir nima bo'lib ketmaganda, qish kuni bo'lsa ham qaranglar, qanday o'sib, yam-yashil bo'lib turibdi. Mana shunda gap katta-da, mana shu daraxt ekin-tekinlar gap katta-da. Mana shu bilan shahar tiniq, qaranglar, nima tiniq. Changni bular o'zi tortadi. Mana qara daraxt qaranglar, bu qanaqa daraxt? Gulda kak, bir gullikmi shunaqa. Bir chiroyli qaranglar, bir sariq bargi yo'q-da, yam-yashil turibdi. Kak bu amnaqaga o'xshaydi, tiniq barglik. Naqadan son mingta. Mana bizdan ekan borgandik, kazino ekan. Mana unaqa palmalar ham rosa ko'p ekan-da o'zi ham. Palmalar, joylar. Shahar chiroyli ekan. Gruziya bayrog'i. Ancha qurilishlar ketayotgan ekan o'zi ham. Bu qurilish hech qachon to'xtamaydi-da, qurilishda постоянно ish bo'ladi. Mana qurilish, hamma joy qurilish, zdaniyalar ham qurilish, mana shu o'rab olgan yo'l qurilish. Qurilishlar rosa ko'p ekanlik. Shunaqa joylar. Yo'llari ham bor-ku. Kak mana Italiyan yo'llariga o'xshar ekan-da, unaqa. O'zi arzon narsa ham emas, mana unaqa tosh, lekin bir umrlik-da. Shu bilan oralarini ochiq-ochiq qilib qo'ygan. Bilasizlar nimagaligini. Suv kelsa, tushib ketadi. Mana uklon qilib qo'ygan, suv o'rtaga ariqqa tushar ekan. Shu bilan chiqib ketadi mana shunaqa. Shunaqa joylar. Vobshe uylarda boshqacha qarang, zinalarni qaranglar, tepaga chiqish zinalari bilan. Yo'llardan unaqa palmalar. Shu chiroyli ekan lekin bunday. Oddiy narsalardan shunday chiroyli qilib qo'ygan-da. Kallasi ishlaganda lekin. Kim qilgan bo'lsa ham. Qaranglar, kak Miami bu. Yo'lda endi aytmasa ham bo'ladi, yo'lda anaqasini. Asfalt qaranglar qanday qilingan. Wow, mavzudan ham qaranglar. Tonka qilib qurgan, qandaydir g'alati boshqacha qilib. Neobishni qilgan lekin. Shaharda ko'rkiga ko'rk qo'shib turibdi o'zi ham. Qaranglar. Balandlik qarang, tay. Ye. Ada ko'pam bor ekan. Quyosh botyapti. Charchadi odam, to'rtda o'tiray dedim mana. Bog'lari vobshe ko'p ekan. Rosa bolalar ko'p lekin. Hamma yuribdi. Aylanib. Shunaqa joylar. Quyosh botyapti. Ana yoqda qayoqchalar nima. Bazari. Eski domlar rosa ko'p ekan lekin. Endi qurilayotganlari ham bor.
Mana shu eski domlarda har bir xullas minimum 40 ming dollardan boshlanadi ekan narxi. Shunaqa. Mana supermarketga keldim. Katta supermarketga keldim. Biz turgan gazda o'tiribdi. Shahar qaynayapti degan. Mana iPhone'lar narxini qisqacha sizlarga ko'rsatib o'tib ketay. 4100 bu lari, xullas 260 larisi 100 dollar. Hisoblab olaverasizlar. 260 100 dollar. Nariga bor ekan. Juda ko'p emas ekan lekin. Bu 17 ni o'zi ekan. Narxlar shunday xullas. Bular yogurtlar вообще zo'r ekan lekin. Original ekanda. Masalan, shunaqa meva ko'rsatyapti. Shaftoli bilan nokni ko'rsatgan. Tagida lekin endi mana shaftoli bilan noki borda, mana sariq. 10 ta oldim onasini ham. Mana shokoladlik ekan. Mana bu gilos bilan shaftoli ekan, mana qaranglar. Tagida turibdi. Shuni aralashtirasizlar. Shunaqa chiqib keladi o'sha mevasi. Shu zo'r ekan lekin. Million xili bor ekan. Hafta yogurtda bu. Yemaydigan odam ham borki, yevoradi. Bunaqa yogurtda. Bir magazin kirib chiqsam, o'sha qorong'i ham chiqib qolibdi. Kechasi boshqa dunyo, kunduzi boshqa dunyo ekanda o'zi ham Batumi. Mana boshlandi. Qaranglar. Kelar. Maslahat beraman kelishdi. Kamida turist bo'lib kelishdi. Ko'pi bilan kelib biznes qilsanglar bo'ladi. Xullas nima xohlasanglar bor-da, mana sizlar xohlagan narsani bera olar ekan. Mana qaranglar yo'laklarda. Beshkom yursa ham bu yerlardan rosa bir chiroyli. Ajib joylar ekanda. Shunaqa joylar.